sizlarni nazorat qilib turish uchun ham kerak. Yo'l faqat haydovchilar uchun emas, balki barchamiz uchun hamdir. Bugun piyodalardan radar va kameralar kerakmi, yo'qmi? Shu savol bilan fuqarolarimizga yuzlanamiz. Kerak deb hisoblaysizmi yoki yo'qmi? 50-50. Kerak ham bir tomondan radar borligini hisobga olgan holda belgilangan tezlikda haydaydi. Radar kerak emas deb o'ylayman. Nima uchun? Topirlarga nagruskada. Jarima sifatida. Ha, jarima sifati, ha. Masalan, radar kerak endi hamma joyga radar qo'yib tashlashim yaxshi emas deb o'ylayman. Savol bilan piyoda sifatida radar va kameralar kerak deb hisoblaysizmi, yo'qmi? Kerak. Nima uchun? Qonunbuzarlikni oldini olish. Avvalambor kerak. Chunki hozirgi kunda mashinalar juda ko'p. Keyin agarda tezlikni saqlab yurgan bo'lsak, odamlarga ancha foyda deb o'ylayman. Radar va kameralar yo'llarda kerak deb hisoblaysizmi, yo'qmi? Kerak. Kerak. Masalan, tez o'tib ketayotgan bo'lsa mashina, o'shanda odam xavfsizligi uchun-da. Albatta kerak. Sababi nimadir foydalari bormi? O'sha Qancha katta foydasi bor. Chunki bolalar o'tishi bor, maktabdan qaytishlari bor. O'shaning sababi kerak bo'ladi. Radar va kameralar kerak bo'ladi. nima uchun? Endi yo'l qoida buzuvchilar ko'proq, haydovchi o'ziga ham bog'liq. Misol GAI bo'lmasa, radar bo'lmasa o'tib ketaveradi. Hamma xohlagan ishini qilaveradi. Shuning uchun kerakli narsa.